Bugun biz Qozog'iston Respublikasini, Turkiston qalasi, Turkiston shahrini joylashgan juda mashhur islom dinidagi juda chuqur iz qoldirgan bobomiz, bobo kalonimiz Hoji Ahmad Yassaviy qabrlarini ziyorat qilishga kelyapman. Bugun 20-mart 2025-yil. Men hozir kirmoqchiman. Mana kirish 300 tanga ekan, biletini to'ladik. Rahmat do'stlar, Hoji Ahmad Yassaviy bobomizning qabri shu yerda bo'ladi. Ziyoratga kirdik. Ziyorat rasmga olish fotosuratga tushirish taqiqlangan bo'lsa-da, rasmga tushirishga harakat qildim va uddasidan chiqyapman. Mana shu yer. Hozir bu yerda past ovozda gapirishgan odamlar namoz o'qiyapti. Ko'rinish mana shunday. Ta'riflashga so'z ojiz. Bu yerda ham har xil joylardan sayyohlar kelgan. Dunyoning har xil tomonidan. O'zim bugun hindistonliklar bilan ko'rishdim. Bu orqa tomoni endi nomi yozilgan tablishka. Mana bu maqbara Tavkaxon maqbarasi ekan. O'ziga o'xshab turibdi, lekin bu qabr. Tavkaxon xonining qabri deyiladi. Mana bu endi shu Hoji Ahmad Yassaviy bobomizning maqbarasi yonida joylashgan Robiya Sultonbegim maqbarasi. This camels vacation. You can sit and just and pay for driving for your drive. Bu Xilvat masjidi, yerosti masjidi qanday holatda bo'lganligi to'g'risidagi ma'lumot beruvchi rasm mana shunday ko'rsatilgan. Mana bu rasmda Turkiston shahri, O'zbekiston Toshkent shahridan 400 kilometr uzoqlikda, shimolroqda. Hoji Ahmad Yassaviyning 63 jasdan keyin umr surgan yer osti g'ar bo'linmasining kechiraytirilgan maketi. Yer osti g'or bo'linmasining kechiraytirilgan maketi. Va ziyoratimni qabul bo'lsin deb duo qilib qo'yingizlar, aziz obunachilar, hamyurtlar. Ziyoratdan qaytyapmiz.